Kollagenni tarkibida biotin bor. Bilasizlar, har doim soch to'kilishida yoki sochda alopetsiya alomatlari kuzatilsa, trixologga borish kerak, tekshirinish kerak yoki endokrinologga borish kerak. Lekin bez назначения, nima deydi, qo'rqmasdan ichish mumkin bo'lgan, ayniqsa bizani hozirgi iqlim sharoitimizda, bizani hozirgi turmush tarzimiz deydimi, ovqatlanishimiz noto'g'ri, vitaminlar umuman organizmga kirmayapti yoki umuman usvoyение bo'lmayapti. Chunki juda ham ko'p antibiotiklar ichamiz, antibiotiklarga to'yintirilgan hayvon go'shtlarini yeymiz. Shuning uchun va ximikat ko'p yeymiz. Shuning uchun vitamin organizmda turmaydi. Tarkibidagi biotin esa bu soch uchun juda ham muhim narsa, qizlar. Soch, tirnoq, tishlar, qosh, kiprik hammasi uchun juda ham rezultati zo'r ekan. Shaxsan qizlar o'zimda sezdim shuni.